Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetlik, muhterem, aziz, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Bugün ilgirden oylamagan tasadifi tema bilen karşınlarga çıkıp kaldım. Körep doğunanlardık tema Uygurlarda şartlik ve temperverlik. Neme degen gep bu? Şartlik ve temperverlik. Bu sözünü belki hali köplerini düşünmeysin. Vatanperverlik şartlık oldu demek. Eğer o şart orundalmasa vatanperver bulmaslık degen gap. Vatanperver emas degen gap. Biz ilgiri haqiqiy söygünün nimelik hakkı toxtalgandık bir videoda. Bu videonun mavzusu yadımda yok. İzchil hemmeni koymay küräwatkanlaryny esleýärleýsizler. Söýgüni düşündürýän. Söýgüni düşünüş arkalyk vatan söýgüsini şerýleştirişkandyk. Haqiqiy söýgüniň bir türlük şersiz gurban berişkenligini dep ötkendik şu videoda. İnsanlarda bolsa gerek. Klassiklerimizden bazı mısralaryny nakil kılıp bu mısralarda yatkan çektin aşkan türdiki. Yani çektin aşkan diye vaqta sevdalık derecesindeki söýgünün hiç näsini şart kılmasdan süýüşkenligini sözlep ötkendik. Neme üçün söýgünün şertsizligi mavzusyny tilga aldyk? Şertsiz söýgünün konkret ifadeleri kandak? Bular hakkındaki tafsilatlar üçün şu konu videolarını aktarıp tapalısanlar şunu kayıt görüp baksanlar boludu. Bu yerde şunu ta'kidlep ötsek kifayi ki eğer söýgü ma'lum şartlarını asas kıygan bolsa, deyli ki visalını şart kıysa. O halda bu şart orundalmagan haman söýgü däwlengan helik tuygu derhal nefretke almışyp gidip. Qıtgırlıkka, düşmenlikke, suikast ile mikirler gep bardy. Maksat visal bolganlygy üçün. Destipide söýgü dep bazarga selengan körünüşler bir xil wasıt ekenligi, aldamçylyk ekenligi ma'lum boldy. Biz aş konu temada söýgüniň şertsizligi mazmunlaryny sözleş arkaly aslında vatan söýgüsini şerýelegen edik. Vatan söýgüsü okşaşly şertsiz bolganda haqiqy boldy. Bunu menimçe nazariya jihatdan hammaňy kabul kıla alaysızlar. Ama ameliyatda bununla amel kılmak unda asan emas. Hoş, endi geldik Malaziyadiga degende. Kileýli şu Xitay jallat başlaryny sotga beriş meselesi. Kim bunu hata diýerdi? Menimçe hiç kim. Hatta Xitaynyň kütämiçilleri, Xitaynyň galçyllarymy aşkar sorunda bunu hata diýenmeydi. Hata diýenmegen bilen ähmiýetsizleşdiriş, paýdasızlygyny gösterip beriş urunuşlary bilen birge suýuklandyryş maksatlyk başga muhim faaliýetler ýa-ki muhim çakyrıklaryny oturga çykyryş arkaly kişilerden bir muhim etrafa toplanıp gitişinin, bir haman ketilişinin aldyny eliş tırışçalyklary ciddi dowam kılmakda. Normalde biz WhatsApp toplarındaki jangybar nutuklar, Facebook sahipasidagi bayanlardan qarab vatanperver Uygurlarning ne kadar köpligini sıkılırız. Vatanperver emaslarını yok desin boğdaydılar. Hemmisi yürekleri ateş bulup yanıvatman jangybar Uygurlar. Barlığını vataniga ataşqa teyyarlı doğan fidakar kişiler.
Bulardan baxtiyor göz yaşlarımız, çanaklarımızga tolup gidip. Ama bu qatam Xitay jallat başlarını sotqa beriş iş üçün elip berilayotgan iyani toplaş faaliyeti aşkara. Her kimning ismi oturda. Şonisi heliqi jangovar Uyg'urlar neda? Heliqi fidokorlar, jinini ayamaydigan azimatlar neda? Bu savollar ko'ngildan kechmay qolmaydi. İsmi bizga bakil tanışlık bo'lib ketgan yo'lboshchilar da'vo serkillaridan tortib bakmo alohida rollar bilan ko'zga chaliqqan vatanparvarlarning ismi bu faoliyatda ko'rinmagan bo'lsa, buni qanday tushunish kerak? Jip bilan mum ketmaydigan bo'lsa, anda vatanparvarlik qiladiganlarmidi? Yoki soxta vatanparvarlarmidi? Balkim bu ishni yaratmayotgan bo'lishlar kerak. Ba'zida men namoyish va shuningdek faoliyatlarga da'vat qilgan chog'larimda ba'zi jangovarlarning vatanda urush boshlansa shu chog'da menga danglar oldin qilsa tikitishga men tayyor bo'lmasa boshqa ushaq ishlarga foydasi yo'q ishlarga meni avar qilmanglar deydiganlarimi gezgelga edim. Balkim mana shunda shahid bo'lishga tayyor tirik shahidlarmikin bular? Ama bir savol ko'ngilga kechmay qolmaydi. Hamma odam sana o'xshashli ashundaq jang boshlanganda berib shahid bo'lishni kutib tursa, jangni kim boshlaydi? Sening yeznang boshlanda. Shunisi bu farzimizni tutmaydi. Demakchi bo'lganlarimiz umuman o'tirdi bo'y ko'rsatib yurishdi. Ularning shug'ullanayotganlarimi bek cho'ng, katta ishlar emas. Hatta tamamen faydasız urinishlar deyiladigan qiliqlar. U holda sabab zodi nimadir? Yo'qsizlik? Meningcha u emas. Ba'zilar balkim o'zini lider mavqesida zan'atkorlik uchun bu liderlarning emas, odatiy fuqarolarning ishi degan o'y bilan jiroq turayotgandi. Ya'ni men yo'l ko'rsatadiganlar tipidan bo'lg'achqa pul iyoni qilmasammi bo'ladi deydilar. Menimcha bularning hech biri emas. Temamizda demakchi bo'lganimizdek, Uyg'urlardagi shartlik vatanparvarlikdan manbalangan qitg'urlik, manmanlik, mutakabbirlik, ishchiqo'torlik eng muhimi munofiqlikdan kelib chiqqan tutum ekanligini jazmlashtirish mumkin. Bularning ichidagi munofiqlik turiga mansub bo'lganlar to'xtamay qarshi faoliyatlarni qilib, ishni ahamiyatsizlashtirish, kishilarni suvutish, gumon shubha tug'dirish urinishlari bilan qolmay suyuqlantirish faoliyatlarini jiddiylashtirmoqda. Boshqalar bo'lsa munofiqlar tarafidan ta'minlangan bahonalarni go'yo rost deb tushunib qolgan ma'sumlardan bo'lib olish orqali bu ishdan o'zlarini qochirmoqda. Tarafdorlik omillari texnik ko'p to'plarni cheklab turmoqda. Sen vatanni azod qilgan taqdirda bu sen azod qilgan vatanga berishdan voz kechaman tipidagi tarafdorlik. Millatimizdagi tarafdorlik to'g'risida ko'p to'xtaldim. Yana davomli to'xtalishga tegishli bir tema bu. Bu tarafdorlik illatlarimiz ichidagi eng qo'rqinchlisi. Bu bizni tarixda dushman tarafga o'tib ketish, dushmanning qo'li orqali bo'lsa-mu shaxsiy intiqomimizni elib olishdek pastkashliklarga ishtagan omil bo'lgan bo'lsa, bugunmi xalqlik paytlarda vatan millat uchun bir foydali faoliyatga qatnashish has qo'shishdan mahrum bo'lib kelmoqda. Shaxsiy ziddiyatni umumiy milliy ziddiyatdan ustun qo'yishmi bizdagi tarixiy illat bo'lib, bugungi holga tushib qolishimizda qanday rollarni o'ynaganligini savodi bor har Uyg'ur biladigan oddiy reja. Buning aqsida mutakabbirlik, manmanlik omillari yotadi. Bu qarindoshlardan bir-birlar so'rab ko'rilsa, Xitoy jallat başlarini sotqa berish yomon bo'ldimi? Sen buningdan xafami? deyilsa, cho'qim ta'tirdan chiqishga hech kim petinolmaydi. Xafaman diyelemdi, diyemmaydi. Şunu bundaq so'rab o'tirishning hojati yo'q. Faqat undaq bo'lsa, nima uchun bu faoliyatga aktiv tutumda emassan deb so'rash bilanlar ba'zi qurashtirma hikoyalarni javob o'rnida anglashga bo'lishi mumkin. Masalan, bu ishning bo'ladiganligiga ishonmayman. Xitoy degan kuchli cho'ng davlat tursa,
muş soltekler, muşundaq çoğun işini qandaq mıl qala alasın. İşenç qıygıl bulmaydıgan işqa nemişqa qatnaşıma. Lekin bu türdeki cevapı verildiğin yüzlerce reddiye cevaplarımız doğuluşu, yüzlerce retorik soğanlar doğuluş çoğun. Deyli ki, işenç kılalmağanlıqın üçün qatnaşmayıvatkan bolsan, sen qatnaşıvatkan qaysı işler işençlik? Yaki işenç qılgın bulduğun başka işler qaysı? Yaki aval toluq işenç qılıp ölüp, andan qılıdığın iş buluşu mümkün mü? Tamamen paydasını ödü kılındığın ticaretler bulmağını dek, bir inqilab hareketinde galbi kapaletke igi boluduğun bu oğandılık kılındığın bolsa, o halda kahraman bilen satqınның farkı nemeli? Çünkü galbini şart kılındığın ahvalda her kanda münafık mı kahraman buluşu mümkün. Çünkü hocaylarının məğlub boluduğanlıqını aldın ala keskin kapalet bilen bileleydiğin bolsa, o mu kahraman bulup degen. O məğlub boluduğan, yok oluduğan hocayınlığı davamlıq kötəmikeşlik qılmaydı degen. Demek kahraman bilen münafıqның farkı yok buludu vaqt. Kahramanlık degen özü körenmeydigan, paydasını kömeydigan iş üçün özünü qurban qilishdir. Kahramanlık degen bu. Yuqoridagi ishonchsizlikni bahona qilish aslida munofiqlar tarafidan ta'minlangan bahonadir. Chunki dushman istixboroti xalqimizning milliy xoslikidagi illatlarni nihoyat yaxshi biladigan bo'lg'achqa, birmunchalarning shaxsiy ziddiyat tufaylidan, ba'zilarning cho'nglik talashish manmanligidan va boshqa ana shunday chuprandi sabablardan bunday ishlarga ta'tir turadiganligini biladi. Lekin hech kim bu asli sabablarni tilga ololmaydi. Ben yoğunlukumdan vermeymen diyelim de tılgağın olmaydı bunu. Yani sebepler bekmi çüprende boğallığı için tılgalanmaydı. Mesela ben salihini ya ki olamını yaman göremem. Şunla başlayan her kanında katış olsun tehdit oğunum tuğan diyelim de bu bek sert. Şuna ulanın hataları çıntırışını temin ediş için ulanın məlum məntiqini bahanalarını işlep çıkarıp təminləş gerek. Münafıqlarının qılavatqını mana bu. Mana şu nazar tutup işlep çıkarılgan bahanalar ana şu Xitayning qudratli çoğun devletki onun başlarını soqqa bəgili bulmaydiganlığı, bundaq bir işinin ahırı çıkmaydiganlığı, bu iş boladigan iş bolsa ilgirikillar allaqachon qıp boladiganlığı. Tayyorliqlari putibli qolganligi, ammo atmaydiganligidan voz kechilganlik. Şartlık ve temperverlik degenimiz mana şu bugün siyasi hayatımızda görülevatkan, ifadelanıvatkan ahvalımızdır. Bu işini sen emas, mening taraftarlarım başlagan bolsa, anda nasıl kuşattım. Ama sen vatanni azat qilishga başlagan taqdirdimi, men qarshingdan chiqaman. Tipidagi g'alati tutum. Endi yana Facebook sahifalariga qaytib, ismi bilingan bu janoblar, xonimlarni kuzatib beqing. Ular yollagan yoki ham bahrilagan mazmunlardagi inqilobiy ruhga diqqat qiling. Andan ko'nglingizdan biz o'tirib qo'ygan savollarni kechirib, bir tafakkur tajribasi olib bering. Ko'rasizki, bular shartlik vatanparvarlar. Yoki bularning vatanparvarligi bir oldingi shartga bog'langan bo'lib, biz boshda takrar bayon qilgan sevgi, savdolik deganlarning bu yerda ishi yo'q. Endi bularning o'zlarini chimparlashda bahona qilayotgan ishonchsizliklarga javobimiz shuki, bu ish allaqachon chig'irga kirib bo'lgan ish. Sizlar videoda advokatlarning simolarini ko'rdinglar, ovozlarini angladinglar, ular uyan qo'yg'il chiqmadi. Qat'iy irodaga kelib, bu ishni boshlab bo'lganliklari, ishonchisinin yemirilmez derecesi sabit bo'lgani uchun buni jahonga e'lon qilish uchun chiqdi videoga. Endi shuni deb o'tay. Bu advokatlar da'voda tutib chiqaramdi. Yoki yarim yo'lda tashlab yutamdi. Bu turdagi ishlarning har qanday birini shunday iliqi rambit elishadigan. Sen yamanmı, men yamanmı deganni talashadigan turdagi ishlarning har qanday birini beshidan kechirganlarga ma'lum.
insanlardaki şan şeref duygusunun, yeniş duygusunun kudreti puldan üstün durdu. Hatta insan balası şan şeref için hayatını bağışlaydı. Az bir kısım şerefsizlerden başkalar yeniliş duygusu içinde yaşaştan ölümden afzal buldu. Mana shularni aqlimizda tutgan chig'imizda shuni qiyos qilishimiz tez emaski, donliq bir advokat uchun shon sharaf tuyg'usi, yenish tuyg'usi nimadan darak beradi? Bu hem energiya baxsh etguchi omil bo'lsa, hem jonni alqon qilishga undaydigan g'oyat zo'r besim kuchiga ega ma'naviy omildir. Bu ish boshlangan ekan, endi bizning ishimiz bo'lishdan o'tib, advokatlar sharafiga munosabatli taraflarni asosli omilga aylandi. Şunu bu ish haqida deyilayotgan gumonlar degichilarning ko'nglida shundoq zohir bo'lganligi uchun o'tirib qo'yilayotgan gumonlar emas. Bu aradaki nefsi aqli ustiga minib olganlarni bahona bilan ta'minlash ehtiyojini ko'z tutib o'tirib qo'yilgan dushman projesidir. Ular o'zlari bu gumonlarda o'zlari sabit emas. Ular xo'jayinlarining taqdiridan ansiramoqda. Tarafdorlar bo'lsa, o'zi taraf bo'lgan tarafning yengilishini hazm qila olmaydigan bo'lganliklari uchun yengilgan tarafda bo'lib qolganligidan pushaymon qilish o'rniga qarshıdagilarni mag'lubiyatga uchratish orqali sanami yo'q, manami yo'q qilish niyatida bo'lishmoqda va mushundaq niyat bilan harakat qilmoqda. Ularning yengilguchi bo'lib qolmaslik uchun qiladigan ishlari millatning hayot mamatiga munosabatli bo'lishimi ularning xiyoliga kirib chiqmaydi. Chunki millatdagi umumiy ko'zguchilik, keng qo'saqlikning zidi bo'lg'achqa, har qanday bir g'olib kelguchiga keng qo'saqlik bilan muomala qilolmasligiga sabab bo'ladi. Bundaq toplardaki sahnada ko'rinayotganlarning tirishchanliklari o'zi mansub bo'lgan topning obro'yini saqlab qolish urinishi bu. Bu niyat yaxshi qaramoqqa. O'zi mansub bo'lgan topning obro'yini saqlab qolishga urinsa yomonligini olmaydi. Ammo usul bekma dushmanchi. Ya'ni boshqalarning g'alaba qilishining oldini olish, ishni buzish, mag'lubiyatga yuzlantirish shaklida. Ya'ni manami yo'q, sanami yo'q shaklda obro'yini saqlash. Bunisi aniq bo'lgan dushmandan qo'rqinchli vaziyatlik. Bundan boshqa suyuqlantirishning yana bir turi uşaq iyani toplash urinishlari. Ma'lum yetimni qutuldirib olish, ma'lum kasalni qutuldirib olish turdagi shaxslarni qutqizishga doir uşaq xayr-saxovatchilik tashviqotlari. Bu haqda islomning fatvo metodlarini ko'zdan kechiradigan bo'lsak, shularni ko'ramiz. Munosabatsiz yerdirak başlay. İkki ziyandan birini tanlashga majbur bo'lganda ziyni azroqni tanlaymiz. İslamning fatvo metodi, fatvo qilibi bu shaklda. İkki gunohdan birini qilmay bo'lmaganda gunohi azroqini tanlaymiz. Cemaatga keladigan ziyandan saqlanish uchun shaxslarga keladigan ziyonga chidaymiz. İslam bu. Yani bir cemaat, bir kavim, bir millet umumiyuzluk faciaga yuz tutganda shaxslarni qutqizib olish tipidagi xayr-saxovatchilikni qo'yib turish degan gap. Unda qilmasa suyuqlantirish bo'ladi bu. Bu islomning ro'yiga xilof bo'ladi bu. Mana bu islomning fatvo berishdagi o'lchamlari. Shunga bu xildagi suyuqlantirishlarni alayda hushyorlik bilan muomala qilish kerak. Qarindoshlar, Uyg'urlarning sarsaniylik hayotidagi da'vo deyilayotgan siyosiy kurash tarixida qilingan ishlardan qaysi biri Xitoylarni sotga berishdanmi farqli edi? Kim buni baholaydi? Buningdanmi amaliyroq udum bo'lgan bir ish 50-yildan bugungacha bo'lgan 70 yillik yurtdosh da'vo harakati bo'lib baqqanmi? Bunga misol ko'rsatib bera oladigan albatta bo'lishi mumkin emas. Amaliy ish deb jarsilib tashkilotlarni ayblab kelyapmiz. Ammo amaliy ishni ko'rganda qanday qilyapmiz? Mumkin qadar uning ahamiyatini yo'q chiqarishga, undan ko'ra palon-palon ishlarni qilish chaqiriqlari bilan bir mo'minga ishg'oladigan odamlarni boshqa mo'minning tuvlariga jalb qilib tarqoqlashtirishga urinayotganlarni ko'ryapmiz. Ular tayyorlab bergan bahonalarni ko'tarib olib, o'zlarining qitg'urlik, tarafbozlik,
asli äpde beşirlerini yoşuravatkanlarını görüvatırız. Düşmenin aygakçılarına hocayin tapşırılgan vazifesini orunlaması bolmaydı. Şu işki soğukmarını kılış gerek. Düşmenlik kılış gerek. Ama Xitayning mali emasman dep işinidigan qarindoshlar. Jimjit o'ltirib, astoydilroq o'ylab ko'raylik. Nima uchun dushmanga zarba bo'ladigan bir ishni qo'llamayapmiz? O'z o'zimizga bir qancha nima uchun degan savolni qo'yib, javob berishga tirishib ko'raylik. Agar bu javoblardan vijdoningiz rahat his qila olsa, o'tdingiz. Vicdanınız özünün sezgüsünü, rolunu yo'qotganligini isbotlagan bo'ladi. Vicdanınız aramsızlansa, özünüzni eyipleş tuyg'ularingiz bosh ko'tarsa, demak, tehi vicdanınız tamamen o'lmaganligi, yana qaytadan tirilish ehtimolingizning borligini ko'rsatadi. Qarindoshlar, qarshi tashviqot qilganlarning kimliklari ustida izlanib baqsanglar, nurg'un masala tushunishli bo'ladi. Mushunchalik ishqimi o'rinliq qilmay, tefekkür kılıp görüşki çakırıp kılımı. Oylanıp görüşki çakırıp kılımı qarindoshlar. Bu videoni müşahiqcha qilay. Yana kerak deb bo'lsa, yana ko'rishamiz. Hozircha Allohga omonat. Allah yaxshi niyat bilan boshlagan ishlaringizga muvaffaq qilsin.